Hürmetli kitap anlaş topadaki dostlar, Ulug'bek Hazinesi 2. kısım 19. mavzuda oquşqa başlaymiz. Qoluqoğlu kitapta bolsun. Narisida balaning qabrisidek kichikkina yangi qabrining oldida ko'zlarini yumib, tizinib o'ltirgan Qalandar Qarnoqi "Turing, shoir, vaqt qis, turing" deb pichirlagan ovozni anglab beshini ko'tardi. 3-4 qadam neridagi sedining ostida yukinib o'ltirgan bir odamning qorasi ko'rindi. Bu Miram Chalabi edi. Qalandar Qarnoqi yana bir qatim tilovat qilib, aloqini bilan yuzini siladi-da o'rnidan turdi. Tong otishga oz qolgan edi. Osmonda laylab yurgan shalong bulutlar orasida g'uvo chaqnayotgan yulduzlar ko'zga chalaqatdi. Yiroqlardan, seda qarg'aylar orqasidan tilovat qilayotgan qorining yaqinliq ovozi qabriston ustida mo'ngluq kuydak asta tarqalatdi. Bu ovoz Qalandarga nima uchundir Mavlona Ali Qushchining ovozini eslatdi. Onunğa go'yo qori emas, qamoqda yotgan ustozi o'z onasi uchun Qur'on o'qiyotgandek tuyulib, ko'ziga yana yosh keldi. Köyümcan ana. 5 oy yo'lga qarab, eshikdan kim kirsa shuni "Jenim balam" deb bag'riga bosqisi keladi. Nihoyat tönügün olamdan o'tibdi. Qalandar buningdan xabarsiz edi. Chunki keyingi chog'larda u ustoziga munosabatlik bir maxfiy ish bilan kecha-kunduz habilishatdi. Mavlonani qutuldirishning barliq choralarini izlab ko'rgan Qalandar va do'stlari tönügün oxirgi hisobda mundaq bir qarorga keldi. Yasavullarcha kiyingan Qalandar Qalqanbek bilan Bozg'anbekni ergashtirib va ot ham qurol yaroqlarni taq qilib, yerim kecha bilan Shohizinda qabristonligiga bormoqchi, qabristonlikda ularni bo'ra kutib turmoqchi. Bo'ra ularga Divon begining Ali Qushchini qamoqdan elib chiqib, yoshirin o'ltirib o'tish to'g'risidagi yolg'on yorliqini topshirmoqchi. Yasavulchi kiyingan Qalandar bilan uning yigitlari bu yolg'on yorliq bilan ko'k saroyga kirmoqchi va zindon begiga yorliqni ko'rsatib, Ali Qushchini elib chiqmoqchi. Bu plan to'liq xatarlik edi. Chunki yolg'on yorliq darvozaban bilan zindon begini gumonlantirib qo'yishi ehtimoldan yiroq emas edi. Agar ish o'ng'a tartmay qolsa, ularning taqdirini yigitlarning botirligi va qilishlarining o'tkirligi belgilaydi. Tönügün Qalandar Qalqanbek bilan Bozg'anbekni boshlab, Zarafshon bo'yidagi qo'mishliqda tayyorlik ko'rdi. Ular yasovulchi kiyimlarni toptirib kelishdi. Qilich va xanjarlarni bilashdi va egar jabduqlarni taqqilib qo'yishdi. Shohizindada uchrashadigan o'rinni belgilab olgandan keyin Qalandar ustasining qashig'i ketdi. Chunki u bu xatarlik ishga kirishdan burun tayyorlab qo'ygan sovg'a salomlarni elib, Xurshida Banuni ko'rib kelish niyatida edi. G'arga borsa, bu shum xabar. Elimi yaxshi, ustining qishida Miram Chalabi bo'lg'achqa, uni etiga mingashtirib qabristonga elib ketdi. Qalandar xuddi o'z onasi bilan oxir qatim vidolashayotgandek orqaga qarab qabristonlikdan chiqdi. Bo'ra 50 tilloga tepib bergan qoshqiliq arg'imoq qabristonning chetidagi qaryog'ochlikda qonturuqliq turadi. Qalandar g'amkin holda cho'nqur xiyolga patgan Miram Chalabi bilan jimg'ina xo'shlashdi-da etini mindi. Onun xiyoli
yanıla qabristonda. Narisida balaning qabrisidek kichikkina qabri ostida yotgan, nimasi bilandir onasiga o'xshab ketadigan Tilla bibida edi. Qalendar tehi akşamla mudhish görge o'xshaydigan Ko'ksaroy zindonida yotgan ustozidan xatning javobini elib, qog'oz va qalam degan so'zdan keyingi anam Tilla bibi degan so'zlarni o'qib titrab ketgan edi. Begunoh Parvardigor, onun Mevlana'nın günahı yo'q degili bo'lmagan taqdirdimi? Farzandi ishqida o't bo'lib yongan bu kuyimchan onaning gunohi nima? Qalendar bir hazalag'cha ko'ngilsiz xiyollar bilan girdobidan chiqolmadi. Qalendar bir hazalag'cha ko'ngilsiz xiyollar girdobidan chiqolmadi. Faqat yo'lning bir qismini tugatib, tong etishga boshlagandala ko'ngli sal yurib, xiyoli Xurshida Banuga ketdi. Mana bir oydan oshdi. Xurshida Banu tog'da. Tömür Samarqandi ustining og'inisi Baba Murad Mirab degan bir bog'vonning uyida turdi. Qalendar haftada bir qatim, gayda bir ikki qatimdan berib uni yo'qlab turdi. Bu uchrashishlar Qalendarning dilini ba'zida yo'riq nurga, cheksiz muhabbatga to'ldirsa, ba'zida onun ko'ngliga qandoqdir yomon tashvishlarni soladi. Xurshida Banu onu seg'inib ketadi. Onu har qatim ko'rganda ko'zi yoshga to'ladi. Biroq Qalendar onun ko'zida qandoqdir bir gumon, yushurun bir andisha borligini biladi. Bu gumon, bu yushurun g'am xuddi yiroqlardagi yong'in sho'lasidek onun o'ychan beqishlarida, sagak harakatlarida pat-pat bilinib qoladi. Qalendar her qatim barganida Banu onundan ailesining hal ahvolini qayta so'raydi ve javoblarini taqatsizlanib anglaydi. Qalendar yolg'on yavadoq gaplarni qo'shib bo'lsa-mu, uni xotirjam qiladi. O oldingi qatim bag'inida Banu otasining aqlidan ozganligini texi anglamagan edi. Lekin endi-chu Rasadxonada yuz bergan bu qo'rqinchli voqeani poytaxtda anglamagan odam qolmadi. Ehtimol, umi anglagandir. Her anglagan bo'lsa, agar anglagan bo'lsa, Qalendar uningga nima deyish kerak? Uningga qanday tasalli berish kerak? Qalendar ustiga lashkarchi kiyim, beshiga dubulg'a kiyib, beliga qilich osgan holda etini birdan choptirib, birdan qotirtib ketib o'tadi. Onun xiyolidan shu fikrlar neri ketmaydi. O taqqa yaqinlashgan siri ko'nglidagi yomon tuyg'ular kuchayib boradi. Yo'l borgan siri döngü suzilib, qirlar egizlab ketib o'tadi. Sap havoliq tong saharda yiroqlardagi qorliq cho'qqilar nihoyat aniq ko'rinadi. Kun teqi chiqmagan bo'lsa-mu, qorliq cho'qqilarning usti xuddi o'tqa purkangandek val-vul yenishga boshlagan edi. Yomg'irda yuyilgan ko'p-ko'k maysalar tong saharning g'o'r-g'o'r shamolida yenik chayqalib va yipakdek tovlanib kishining ruhini ko'tarar edi. Gul giyohlarga purkangan bu ko'p-ko'k edirlarni, yiroqdagi qorliq cho'qqilarni ve şarqırab eqivatgan suvlarni ko'rib, Qalendar o'z yurtini esladi de ko'nglini qandaqdir bir meyuslik band qilib oldi. Onun Qalendar Qarnoqining suyumlik yurtimi, ya'ni Qarnoq atrofidagi qir edirlarmi mana shundoq meyin yap-yeshil maysalar bilan qoplangan edi. Bir-biriga tutuşup ketken bağlardaki ürük ve şaptullarmı xuddi şundaq bix chiqarib, çiçekleş aldıda turadı. Qani emdi, Mevlana Ali Quşçi zindandan qutulup chiqalisa, Qalendar onun duasını elib,
Banuni atqa mingizib, baharning mushu illiq kunlarida yo'lga chiqsa, qirlardan o'tib, davallardan eshib, jilg'ilarni kechib, oq ko'ngil padichilarning ovullarida tunab, o'z yurtiga ketsa. Banu bilan bu tinch do'nglarda, poyonsiz dalida otlarini birdam yo'rg'ilitib, birdam choptirib, tenha suhbatlashib, uzoq yo'llarni bassa. Qalendar onun ko'nglidagi dard alamlarni butunlay yo'qotib tashlasa. Quyosh tik ko'tarilganda, oldi tarafdagi ikki do'nglik oralig'idagi jilg'i bo'yida ko'ygan to'pa yezisining bog'lari ko'rindi. Qalendar jilg'iga tushib, lashkarchi kiyimlarini silib tashlab, o'z kiyimlarini kiyib oldi. Bu yerga lashkarlar nihoyat oz keladi. Shunga yezi xalqi, hatto Xurshida Banumi at o'ynatib kelayotgan lashkarlarni ko'rsa, vahimaga tushib qolishi ehtimoldan yiroq emas edi. Baba Muratning qo'ru joyi yezining eng chetidagi taqqa tutishib ketadigan egiz do'nglikning yon bag'rida edi. Qalendar har qitim kelganda odamlarning ko'ziga cheliqmaslik uchun mahallaga kirmasdan jilg'i bo'ylab udul do'ngga chiqib ketadi. Bu qatimmi jilg'idan chiqib udul do'ngga qidirib ketayotganida Baba Murat otining boloxonasida qizil ranglik bir narsa lip qilgandek bo'ldi. Banu Qalendarning yuragi nemishqidir jig'ib ketdi. Darvaqa Qalendar Baba Murat otining qo'rusining chitliq temiga yaqinlashganda ichkaridan yugurib chiqqan Banu ko'rindi. Ustiga uydan kiyib kelgan gullik ipak ko'nglak kiygan, beshiga tivit yog'liq sog'an Banu yugurib kelib, otning chulvurdan tutdi-da, yuzini arg'amoqning ko'krigiga yiqib, pixildab yig'lab tashladi. Qalendar otdan sakrab tushib, Banuning qo'llarini tutdi. "Nima bo'ldingiz, Banu? Nimishqa yig'laysiz?" Banu javob bermadi. Hovlidan chiqib kelgan Baba Murat otni ko'rib, Banu javob bermadi. Hovlidan chiqib kelgan Baba Murat otini ko'rib, ko'z yoshlarini surtdi. Lekin Qalendar Murat bilan uning hovlida yeb egirib o'tirgan ayoli va kelinlari bilan ko'rishib bo'lib, boloxonaga chiqish bilanla Banuning yana o'pkisi tiqilib, ko'zlariga yosh oldi. Qalendar uning evinkidan tutib, beshini ko'tardi. "Nima ish qilmaysiz? Ya bu yerdan ko'nglingiz og'irdimi, Banu?" Xurshida Banu yo'q degan ma'noda bosh chayqadi. "Siz bir hafta bo'ldi. Nelarda yurdingiz?" Qalendarning ko'ngli bir qism bo'lib, uning nozik barmoqlarini aloqalari orasiga oldi. "O'zingiz bilasiz, beshimda ming bir g'am bor, Banu." "Bilman." Xurshida Banuning yoshga to'lgan ko'zlari talmirib Qalendarga tikildi. "Atamlarning ahvolidan xabar topdingizmi?" "Ha." Qalendar ko'zini Banuning talmirib turgan ko'zlaridan qochirdi. "Xudoga shukr, tinchlik." "Saroydan lashkarlar kelmabdimi? Parakandichilik salmabdimi?" "Yo'q, tinchlik. Xudoga shukr." Xurshida Banu maysona kulimsirdi-da, yoqasini tishlab qo'ydi. "Yomon tush ko'rib qoldim. Yomon tush ko'rib qo'rqqan edim." Qalendarning yuragi jiq qilib, "Qandoq tush?" deb so'radi. Xurshida Banu "So'ramang, ish qilib yomon tush" degan ma'noda bosh chayqadi. Keyin sal qizarib, "Bir hafta bo'ldi, ko'zim to'rt bo'lib, har kuni yo'lingizga qarayman. Yomon xiyollarda bo'lib, jinim sirqiraydi." Banu Qalendar yana uning nozik qo'llaridan tutdi. Uning birdan bo'lsimi, bu mayus holatdagi sanamning inchki bilidan quchoqlab, bag'riga bosqisi, yuziga, lavlariga so'ygisi keldi.
Lekin Banu'nun gözleri nima uchundir yana jiqqida yoshga to'lganligini ko'rib, yuragi echishib ketdi-da, uni aylanib kelishga undadi. Ular bog'ga chiqdi. Bog'dan orchilik tog' etaklariga o'tib, jilg'i bo'ylab yuqori o'rladi. Xurshida Banu ustiga gullik ipak ko'ngligi bilan qizil mahmal kamzulini, putiga kabulcha qizil o'tikini kiygan bo'lib, chiroyi xili nurlanib qolgan bo'lsa-mu, bota ko'zlaridagi allaqandoq yoshirin g'am andisha texscha yo'qolmagan edi. Qalendar uning taqimiga tushib turgan yumshoq sochlariga, hayajonlikdan anardek qizargan g'amkin chiroyiga, beshini bir tarafga burab, o'ychan holda qadam besishiga tikilib qarayotganida, bugun kecha yuz berdigan xatarlik ish nima uchundir qayta esiga tushib, dilini ananing alliyidek mo'ngluq bir tuyg'u chulg'ib olgandi. Pastda dönglikning yan bag'rida dehqonlar og'dirilgan yerlarga urug' selyotadi. Oftobda ketmanlarini parqiratib, etizlarni va ko'chatlarning tuvini yumshatayotadi. Uningmi tuvan tarafida yap-yeshil o'tloqda podalar, qo'y, qo'zilar o'tlab yuradi. Mahalladagi bog'larning ustida bo'lsa, ko'kuch, tutun laylab yuradi. Balalarning varang churunglari, kalalarning mo'rashlari va qo'y, qo'zilarning ma'rashlari bilinar-bilinmas anglanib turadi. Qalandarning yurtida yiroq qarnoqdimi mushundoq kunlar boshlangandimi? Odamlar qal'adan Qarovul to'paning yan bag'ridagi bog'larga ko'chib chiqqanmidi? Qalandar qattiq xo'rsinib kunga qaradi. Kun tik ko'tarilgan, hatto sal g'arbga eg'ishqa boshlagan bo'lib, vaqt o'tmoqda edi. Qalandar o'z qalbini chulg'ab ketayotgan yomon tuyg'ulardan qutulmoqchi bo'lib, oldida gul terib yuqoriga chiqib ketayotgan Xurshida Banuga qaradi. Banu! Banu qo'lidagi och binafsha va sariq gullar dastasini havoda pulanglatib, "Bu yoqqa keling!" deb ishorat qildi. Da cho'lg'an sochlarini yumshoq qora ipak ro'moldek yelpitgunicha toshdan toshqa sakrab ketaverdi. U yuqoridagi atrofi archa bilan o'ralgan ko'k maysiz zarliqqa berib to'xtadi. Mirzam, bu ashu tonish emas. Ya'ni gadoylik qilib yurgan kunlarida anglagan alamlik nido edi. Qalandar bir silkinib, uchisidagi choponini yeyishib qo'liga oldi-da, do'ngga etildi. Banu uni archizar ishida kutib turadi. Uning chiroyi sal oqargan bo'lib, ko'zlarida yoshirin taraddud alomati bor edi. Qaytib ketamsiz? O'ltiring, Banu. Sizga deydigan bir og'iz gapim bor. Qalandar choponini o't cho'plar ustiga tashlab qo'yib qiysaydi. Ko'k archilar bilan qapsalgan bu o'tloqda ularni qurshab turgan yosh archilar va tiniq osmonda uzib yurgan shalong oq bulutlardan boshqa hech narsa ko'rinmaydi. Banu yeshilib ketib, taqimiga tushib turgan sochlarini nazokat bilan yig'ishtirib, Qalandarning yonida ayminibgina o'ltirdi. Nima gap? Banuning ovozida allaqanday qo'rqinch, talmirgan ko'zlarida yana bayiqidek taraddud alomati ko'rildi. Nimishqa bundoq qilasiz, Banu? Nima qildim? Qalandar javob o'rnida uning belidan quchoqlab o'ziga tortdi-da, bilinmas titragan lavlariga, bilinmas titrayotgan lavlariga, levining chetidagi nuqtdek holiga so'ydi. Banu ko'zlarini yumib, bir dilla lavildab ketgan yuzini uning yuziga yoqdi. Banu titraydi. Uning lavlari cho'g'dek qiziq, ko'kraklari to'lgan, texchi qo'l tegmagan shaptuldek yumaloq va yumshoq edi. Uning nozik badani Ahuning badinidek
ürkigek ve takatsiz idi. Kalender xuddi hushsizlangan odamdek ko'zlarini yumib uzoq yotdi. O ko'zlarini ochganda tiniq osmonda uzib yurgan ap-oq bulutlar ko'rindi. Bu bulutlar ko'kda laylab turgan oq laylaklarga o'xshaydi. Hamma narsa Kalenderning his tuyg'usidek sop, tinch holatda. Hamma yoq jimjit edi. Faqat egizda laylaksimon ap-oq bulutlar ostida so'pi turg'aylar tinimsiz vichirlaydi. Bu vichir-vichirlar faqat bir narsadan derak beradi. Aram, aram, aram. Kalender bu aftobdek illiq tuyg'uga bo'ysunib, ko'zlarini boshqadan yumdi-da, Banuning o'ksib yig'layotganligini anglab, qaddini rusladi. Xurshida Banu kishiga huzur beg'ishlaydigan so'mbul chochlarini o't cho'plar ustiga tartibsiz yeyildirib, pishqan shaptuldek yumaloq ko'kraklari ochiq holda lavlarini tishlab yum yig'lab ketdi. Kalender uning beshini ko'tarib, cho'g'ilgan sochlarini tuzashtirdi. Nima bo'ldingiz, Banu? Xurshida Banu javob bermay, qo'llari bilan yuzini yushirib, ho'nkirak etib yig'layapti. Banu, gap qilingchi, nima bo'ldi? Agar men yo'q, dedi Banu o'ksib. Siz emas. O'zimning baxti qara. Muhabbatning qandoq bo'lganligini endi bildim. Allah bizni nimishqa bu turda birlashtirib qo'ymagandi. Sizga nima uchun qiz vaqtimda, nima uchun dastlabki ishqimni sizga inom qilish nasib bo'lmadi? Men baxti qaraga. Banu, Kalender bütün yigitlik kuchi bilan uning nozik badanini o'ziga tortdi va qurib ketgan lavlarini Banuning kun ko'rmagan oppoq meydasiga bosdi. Bu qatim uningga osmon bayiqidimmi tiniq, oftob bayiqidimmi illiqroq tuyuldi. Ko'kda parvoz qilayotgan so'pi turg'aylarning vichir-vichirlariga endi cheksiz muhabbatga to'lgan bir xush ovoz qo'shilgan edi. Mirzam. Kalender ko'zini ochishga majoli yetmay, o'zicha kulimsirdi. Rivoyat qilinlar kim Ravza-i Rizvanda husni jamoli tangdoshsiz hurliqalar bularmish. Ehtimol shundoqdir. Va lekin peqirga shol tangdoshsiz jannatingni ato qilsang, husn jamolda kamolatga yetgan hurliqalaringga qaramas edim. Nima uchun? Kuldi Banu. So'rab nima qilasiz? Peqir barliq hurliqa farizatlarni tark etib, Allohdan yolg'iz sizni tilab olatdim. Mirzam, Xurshida Banu uning bosh tarafiga o'tib engishdi. Ayminibgina soqol burutlarini siladi va uning yuzini yoqdi-da, nima uchundir yana ko'ziga yosh oldi. Endi ketmang, Mirzam. Maga hech narsa kerak emas. Yeydigan ninim, kiydigan kiyimim bo'lsa kifoya. Jo'ringiz bo'lib, umrvoyat xizmatingizni qilaman. Yurtingizga ketayli, Mirzam. Kalender xiyoliga yomon bir narsa kirib olgandek sakrab o'rnidan turdi. Astag'firulloh. Kun g'arbga surilib, archilarning soyisi uzrab ketgan edi. Xurshida Banuning chiroyi o'ngib, Kalenderning ko'zlariga tikildi. Ketamsiz? Kalender uning tashvishli ko'zlariga tik qarayolmay, ko'zini qochirdi. Kechirgaysiz Banu, barmay ilojim yo'q. Hozir ketamsiz? Dedi Banu, ovozi titrab. Ketmasam bo'lmaydi Banu, muhim ish bor. Xurshida Banu uning so'zini oxirigacha anglamadi. O titrak basqan lavlarini qattiq tishladi-da, shaqqida burilib, pastga qarab yugurdi. Kalender uningga jilg'idan o'tib, boqqa yaqinlashib qolganda yetishib oldi. Banu, gapimga quloq soling, Banu. Kalender uning muyrisini tutib o'ziga tortdi. Lekin
Xurşida Banu yüzünü alıqalları bilen yuşurup, öksüp yığlaydı. Bu bayıqidek məyus yığı emas, açıq ələmgi tolğan çəksiz pəryat idi. Ondaq bolsa, nimişqa bu yerlərə başlap keldiniz? Özünüz başlap kelib, nimişqa özünüz xar qılısınız? Nimişqa taşlap qaçısınız? Səbəbi, Kalender onun azaplanğanlığını sezip duduqladı. Lekin rast gapni qilmay bo'lmaydi. Səbəbi, bugün Mevlana Ali Quşçini zindandan qutquzub çıxmaqçımız Banu. Xurşida Banu nemleşken kirpiklerini qıqıb Kalenderge qaradı. Onun yaşqa tolğan gözlərində təəccüb aralaş vəhimə əks etdi. Zindandan qutulurmaqçımısınız? Qanda qutuldurusuz? Ağinlerim var. Bir neçə aydan buyan şu işinin koydu yurduq. Siz bilen daim birli bulalmaslıqımның səbəbimi şu, Banu. Kalender gepni başqa yoqqa borashqa urindi. Lekin Xurşida Banuning chiroyi o'ngib, uning qo'lidan ching tutib oldi. Bu işiniz xatarlik emasmi? Men Ko'k saroyni bilaman. Qorqmang, xavfning oldini olganmiz. Yo'q, men bilaman. Hamma ochiq noroziliklarni esidan chiqargan Xurşida Banu tatırıp ketken yüzünü Kalenderning ko'kragiga yiqib, taqatsizlik bilan pichirdi. Yo'q, bu işiniz bakmi xatarlik. Siz o yoqda qamoqqa kirsiniz, men bu yoqda qanday qilaman? Mirzam, qanday qilaman? İnşallah işimiz o'ngdan kelur. Qo'rqmang, Banu. Yaxshi hamrohlarim bor. Kalender onun çuğulgan çaşlarını sılap, yana yüz gözleriga söydü. Mevlana zindandan çıksa bes. Öz yurtumga elip gitimin. Nisip bolsa ata, ögülla yolga çıkımız. Xurşida Banu, onun kızgın söyüşlerine pisand kılmay, yüzlerini vil yenip, közleri yumğunicha, Kalenderning quchqida ündümey titreydi. To'satdan o beşini götürüp Kalenderge qaradı. Gözleri qandaqdır paqrab, baya Revza-i Rizvandan gap açdınız, dedi endikip. Allah'dan bir neresini tileymen dediniz. Şu gepiniz rast bolsa, ketişten burun imam tepip nikah okusunuz. Bu sözlerinin ma'nisiga tushunib yetgan Kalendermo titrab ketdi. Men sizning shar'iy jo'ringiz bo'lsam deyman. Allah bu yolg'on dunyoda saodatlik kunlarga yetkazmasa qiyomatda. Xurşida Banu gap qilmay jim bo'lib qoldi. Kalendermo lam jim demay uni bag'riga bosdi. Qishloqdan imam izlab o'ltirishga fursat yo'q edi. Kalender ahvolni Baba Murat otaga tushundirdi. Bu gapdan nima uchundir xushal bo'lib ketgan Murat xutba duosini o'zi o'qib, ularni nikohlab qo'ydi. Nan sundirilib, dasturxonga duo qilinib bo'lgandan keyin xeli tinchib, jimib qolgan Xurşida Banu Kalenderni bog'ning chetiga uzitib qo'ydi. Kalender onun tatargan lavlariga oxirgi qitim suyib, etig'i mindi. O bog' keynidagi oxirgi do'ngga chiqib, orqasiga burilib qaraganda, Xurşida Banu yanala xo'shlashgan joyida uningga tikilgunicha qimir qilmay turadi. Kalender qo'rqinchli voqea yuz berayotgandek, yuragi jig'ildab, etining tizginini tortdi. Onun arqaga qaytqusi, egiz qiya ustida turgan Banuning oldiga at chaptirib bag'usi. Uni dast ko'tarib bag'riga bosqusi keldi. Lekin o'ltirib ketayotgan kunga qaradida tishini tishlab,
etining beshini poytaxt tarafga burdi. Qadrli kitob tanishuvchi do'stlar, Ulug'bek g'azinasi 2-qism 19-mavzu o'sha yerda tamom bo'ldi. 20-mavzuda ko'rishimiz. Omon bo'linglar. Rahmat.